Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammalarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Va Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdagi parlament binosining oldida opam-dadam uchun yolg'iz kishi namoyish qilyapman. Mening dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954-yilda 5-oyning 20-kuni tug'ilgan, Ilo oblastlik telegraf idorasidan pensiyaga chiqqan. Bu tegidagi kimlik nomeri. Apam Sadat Baldun bo'lsa 1956-yilda 8-oyning 21-kuni tug'ilgan. İli qatnash idorasi, ya'ni ili koni ili fandiyandan pensiyaga chiqqan. Bu tegidagisi bo'lsa kimlik nomeri. Mening apam dadam 2017-yilda 1-oyning 27-kuni soat 9 atrofida Ilo oblastlik bexatarlik saqchilar tarafidan tutib ochib ketilib, G'o'janinki Bo'zdagi turmusda qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Undan keyin bo'lsa opam dadamni ipiqalatda sut ichib 5 yil kasgan. Undan keyin yana sutni qaytadan yana sut ichib bu kamlab qopti deb opam dadamga 18 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Bu sutninki kuchi hozirgacha ega bo'lib, dadam Ilo oblastininki Kunas nahiyasidagi turmada jazo muddatini o'tayotdi. Opam bo'lsa G'o'janinki Bayandagi turmusida, diviziyaning turmusida jazo muddatini o'tayotdi. Dadamning hozirgi yoshi bo'lsa 66 yosh, opamning hozirgi yoshi bo'lsa 64 yosh bo'ldi. Mening opam dadam Xitoy hukumatiningki sotninki qarori qargan chog'da mening opam dadamni shu o'g'li chet elga chiqib, panohlik tilagan, o'qishga chiqib degan banolar bilan undan keyin 2014-yili Turkiyaga chiqqan degan sabablar bilan qonunsiz kesayotgan. Meningki opam dadamninki ishlash tarixida G'o'ljida yashash nimasida bir insonlar bir yomonlikmi qilmagan, qo'lidan kelish yaxshilik qilgan bir insonlar. Bu opam dadamninki xizmat tarixidami naytdi astoydil xizmat qilgan, idorasidami naytdi tinch holatda chiroyli dam olishga chiqqan. Mening opam dadamninki tarixini men Shvetsiyaga o'qishga chiqqan chog'da Shvetsiya konsulligiga topshirgan. Shuningga hech qanday bir jinoiy tarixi nimlar bo'lmag'achqa, meningga shu Urumchi voqeasidan keyin menga shu o'qish vizamni, pasportimni keyingi 1 yillik chaplab bergan. Shuning bilan Shvetsiyaga men o'qishga chiqib, hemshar qilib qolgan. Endi meningki Shvetsiyaga chiqib, o'qishga chiqib, qilib qoldi deyishdiki, Xitoy hukumatiningki meningki shaxsiy uchurlarimni qo'lga tushirgan. Buning isboti G'o'janing shu vaqti to'shib opam dadamlarni qo'yib bergan chog'da G'o'janingki shaharlik saqchininki muavin savar boshlig'i Nig'mat yo'q buningki bolasi chet elda shunday ishlarni qilgan, bizga mushta narsalar keldi deb opam dadamni o'qishdan chiqarib qo'yib etishning o'rniga adliyaga, ya'ni inson tekshirish komitetiga topshirib berib, sud ichib mushta bo'lgan. Birinchisi bu. Meningki buni shaxsiy uchurlarimni yetkazgan odam bo'lsa, Shvetsiyada 2010 keldimi, bir O'rta Osiyolik ukimizning uyida tanishib, dadasi apasi aka qo'ygan yangi o'zbek aktivlar. Bularni asosiyatni hozir ko'pchilik bilibdi. Bu mushtaq kelib, biz bilan tanishib, bizniki Shvetsiya Uyg'ur komiteti va ishlayotgan vaqtimda ichiga kirib, butun narsalarni bilib, undan keyin 2016 undan keyin qayerdan topdi? Bizningki Shvetsiyada shaxsiy uchurlarimiz ochiq holatda to'g'rida bo'ldi. Meningki Shanxandagi yozilgan ismimni Google'ga bisib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rashid apandim xabarlarga chiqarib bergan. Boshun Dajuyandagi anandagi East Turkiston nima degan, anandagi Uyg'ur Amerikan degan hammasini yo'panga qachilab Xitoy hukumatiga olib bergan. Shuning bilan opam dadamniki mushta kesilib ketishiga turkilik rol o'ynagan. Chunki bu birinchi qaytam bo'lgan chaqda Ag'zaki degan, ikkinchi qaytam bo'lgan chaqda Xitoy hukumatiningki meningcha ular isbot talab qildi har qanday yerda. Shu isbotni kelib 2016 6-7-oyda ketdi. Kuzgi tutdi, yana 11-oy 12-oyda yana kirib ketdi oila bo'yicha G'o'jaga.
Endi qarindoshlar o'zinglar bunda oddiy o'ylasanglar bu narsalar chiqib turdi. Undan keyin menga kelib, ya fikam sening qilgan ishing ozma, seni elidagi anchan jo'ninki istoxolimki Sadir Palvon deydigan u boda titqsiz paranglarni qilib, ashunda qilgan voy sana ishim bo'lmadimi desam, voy mishlar men par verib inib chiqdim. Bir mo'j pul xashlab chiqdim deb ishlar qilgan. Bu narsalarning dalilli ovozlarini evagan. Bunimi keyin mishadiki shu Dilshod Rashid apandimga berib, ishni qilayli, mening oilaliklarım qas kuchirdi desam, Shvetsiya bexatarlik idorasiga olib deb bu ishni boshlatdi. Onun sababini bilmayman, nima sababdan boshlatganini. Nima sababdan boshlatganini bilmayman. Ondan bo'lsa, yana bir anandikin qo'lchilik arayallarmi oila so'ychi ketib, mushundaq ishlarmi shu qata yuz berdi. Hamda uning oldidimi mushu Shvetsiya Uyg'ur komitetimi men ishlagan chog'da komitetdagi nurg'un insonlarga o'zlarining ishlarini xato qilayotgan to'g'riliq, mundaq to'g'riliq yo'llarni ko'rsatsam, men ko'zi qadalgan mix bo'ldimmi, tuntamit chingitib qo'ygan aşağıdan boshlab chiqishga boshlagan. Bularninki nihoyat nachar ablaqligini men obdan bilaman. Ondan keyin yana bir beshada bir 10dan kelgan bir akamiz bordi. Undan men so'rasam, akam ishda sen pasport olgandan bara olam dekansan desam, yo'q. Bag'ini bo'lmaydi, fikrma qarordi, yizig'liqdi degan gapni qildi. Mashada ashundaq bir odam ashunda 10dan kelib, ashta pasportlarni ilib, berib qilib, umu bir narsalarni dedi deb o'ylayman. Chunki bizni nima deymiz desak hamda bizni Xitoy xato biz berib qopti, Turkiyaga yo'lga silyapti deydi. Jumhur Xalq Jumhuriyatininki 1,5 million Xitoyni boshqarayotgan, dunyoga hukmron bo'layotgan Xitoy bir odamning 10dan kelganini bilmamdi. Bir odamninki qanchalik Uyg'urniki shaxsiy uchurlarini bilmamdi qarindoshlar. O'shami bir gapmi? Onun ustiga yana bir berib kelganmi? Men berishdan oldin yana seni uning oldida berib, seni dalillab bo'pti deb. Bular mushta bir-birini po'qib chiqqan chaqda chetib kirdi bog'u. Bularning xarakteri. Uni desam, qaysi kuni mushta ma'rif tashkilotiga besim kapti mushu. Birinchisi Abdushukur Muhammad Imandin, yana birisi ham o'sha taksichi G'uljiloqdan mushta besim kelib, ani g'ish to'sanglarmamdi dedi. Ya qarindoshlar, men quyilsam, meni tashkilotlar ananga egi chiqinglar, aning ishini hal qilinglar deyish mayaq yo'q bo'lsin o'yin ko'di. Endi o'zininkiga kelib edi, tashkilotlar nimishga ega bo'lmaydi, cho'ng dadasini ololmaslar, nimishga so'zlaydi, bizni nima qildi, ketib o'bo deydi. Mana manda qarindoshlar, bularchi mana mushundaq. Meningki chiqib ota-onamga egi chiqqanim xatomi? Menga o'tirishim kerakmi? Qarab beqinglar, bir Shvetsiyaning o'zida bir tal tug'li Hamid ota-onam deb oldiga chiqib haqiqatni oshkor qilgani yog'am xatomi? Men ajiba voy akamti, voy cho'ng dadamti, voy yaxshi o'tadi deb so'rovlardan voz kechmaslik uchun ota-onamningki Xitoyning turmusida dafsandalatda o'tish uchunga beshimni tiqilib olishim kerakmi? Qarindoshlar, anadiki men ikkisiga deb qo'ya qara. Men boshqa usullar hal qilgan bo'lsam, ajoyib hal qildim. Men qonun yo'lini tutdim. Geping bo'lsa qara, mushu hamma o'zingga olganlarningki qaysini mening oldimga kel yoki sotga kel. O'shanda seninki tashkilotlarga bor, Abdushukur Muhammad Emin, sening qilgan ishlaring qanchalik tashkilotda qo'lga elib Abdushukur samsaq bilan ishqin o'ynab, futbol o'ynagandek o'ynab, oxir yo'q qilib bayron qilib tashlayapting. Sen qurganmi o tashkilotni? Kurash Ko'san apandininki chiqadigan gazetlarni asta-asta yo'q qilyapting. Xotining badi. Hammangning xotini badi qo'ymish Abdushukur samsaqnikidan boshqa. Tashkilotniki, vatanliklarninki. Hech qaysingdan kirmadi-ku. Muhammad Abdushukur Muhammad sen obdanglar.
Sen bana telefon qilib, sizning ota-onangiz kesibdi, muxbirlardan ishkin tap qo'yayli degandan. Seninkini mi kesib atgan tuğu akangni, seninkini mi desem, yo'q, menikini lagerga kirdi. Seninkini qilayli deysa, ajab o'zingni ayaydikansan sen. Bu narsalar sen hech kimni yo'q deb o'ylab qolamsan. Senin ismini chiqaramam deb, sening xotiningning ismini chiqaramam deb, ash ko'rash ko'samning singlisi turib, qancha qitim, Qashqalargacha qancha qitim sen o'zing bo'shkanlarni sal jig'aval olib tushkir Muhammad deman. Tushundingmi? Senmi menga aramchiq bermaganlarning birisi emishadiki. Noyt qitg'ur, ishching yomon, ay marazlikning ay teshingga chiqatgan tungan chiray. Noyt bir badbaq odamsan. Tushundingmi? Ko'rash ko'samningki ay olib tushkir Muhammad deman. Obdan bilib ol. Senmi xotiningmi berib, shu hammani chaqdan seninki. Hatta mishadiki yani bir qumulluq ag'inimizmi tashkilot ishlagan chaqda, qumulga borgan chaqda berib, misha kelgan chaqda xaloyiq menga deganti, "Adash, mening tashkilotdagi ishlarning hammani biladiga, bular deydiga" deb. Kim deydi? Qarindoshlar mushlarni xotinlar berib deydi. Bizni bayroq ko'tar deydi. Bir chiqimiz, rasmga oladi, uni olib bir sotadi. Bu bir tijorat. Undan keyin intervyuimizni olib sotadi. Bu bir tijorat. Savdoga aylantirib olgan. Mushlarni men desam, xatoma qarindoshlar, mening gap qilish huquqim yo'qmi? Deyishimiz kerak, uyg'onishimiz kerak. Bular qo'rqib ketib bordi, qarindoshlar. Norvegiyadan Zumrat xonim uyg'ondi, so'zlayotdi. Shvetsiyadan men chiqdim. Amerikadan Solih Xudoyor chiqib bir ish yaxshi ishlarni qilyotdi. Avstraliyada Dilyar Musabayev qotdi. Bular cho'chib ketib bordi, qarindoshlar, quturab ketib bordi. Ondan keyin Dünya Uyg'ur qurultayidagi mashundaq odam mening narslarimni ilib oldi. Men buni chiqib deyishim xatoma? Meni qo'ydi, mening ota-onamning vaqtini o'tkazyapti. Yaxshi berayotgan medialarni kesib tashlayapti. Qimma dedi. Tahdid soldi. Ya ne aqllarimiz bor ya, menga ajoyib gaplar keldi. Qo'ng'ini qisib o'zining ota-onasining gapini so'zlab tushib ketsinman dedi. Ey, sen haq shu yurtni cho'ng'o'gan qo'y, ey, g'uljiliklarning ichidami bor ey, cho'nglaring ey. Sen haq shu yurtni cho'ng'o'gan qo'y. Saraliq deganning bo'g'oy qiliq sat desa, cho'nglar ashta desa, nima deydi ekan deb tutganman. Nayt ashiliq pes bir kichikadin kelgan bir to'qopiqi go'ylar ekansa, bo'g'oy 50 gerkin. Ya balam, yaxshi qilyapsa, oldinga qarab, "Mang" degan gap yo'q. Hammangning shu Dünya Uyg'ur qurultayidagi ashadagi nimalar bilan hammangning so'rindochiligi hammangninki bor. Ashlarga yaxshi ko'rinamiz deb shu qilib ketgan yerlaring bor-ku. Qanchalik akalarimizning ballarning to'ylarida berib, shunchalik qilib ketdim hozir 5-da chiqib qo'llatdi o'zlarining yer og'aylarning nimasi chiqqanligi. Enim qilib ketdim. Ya ko'ring desa, toz ko'rgansa, shu deb ketdi, Arto'g'ilnikini ko'rganda ko'ryapmiz seninkini deb. Bir haqni so'zlab qo'ysangmi, so'zlama. Bizni yandırma deyman. Biz chiqdik, qo'rqmaymiz. Eshitmadim. Biz endi başladik bu jangni. Biz bu yo'lga endi kirdik. Meningki Xitoy 5 yil ota-onamningki dapsanda ko'z yeshilikini mushu chataldagi Uyg'ur munofiqlar, Uyg'ur tillik jasuslar Xitoyga butun mening shaxsiy uchurlarimni berib, mening opam dadamningki shunda bo'ldi. Bumush qarindoshlar ko'ryapamizlar bir Shvetsiyada meningdan boshqa bir chiqqan odamni. Tashkilotlar bosirib yetidi, qorqulba, qo'qitidi, cho'chitidi. Shuningga shundaq bu ishlar. Yağalarni azroq bir ishni qilib qo'ydi. Shanba-shanbaga to'g'rilab namoyish qilib qo'ydi. Bo'ldi. Menga Shvetsiya bexatarlik idorasininki Xitoy ishlar bo'limidagi cho'ng boshlig'i degan bo'lsa, bizga 20 yildan Uyg'urlar kelib, "Mendaq bir ishlar bo'ldi yoki menda bir ishlar bo'ldi. Sen tunji kelgan Uyg'ur" degan bo'lsa, yana texi men ko'rashgandim, meni anda dedi, men ko'rashgandim, meni manda dedi deb. O'zining gapini yana Uyg'ur tilida. Shvetsiya bexatarlik idorasining o'rni ishkining qayoqqa qaraydiganini qayoqqa qaraydiganini bilmaydi. Qanday nomerdan telefon qilganini bilmaydi. Qayerga tutdi, qayerdan akitimiz deyishni bilmaydi. Manda o'tirib elib so'zlar berdi. Meni sapo chaqiribdi deb. To'g'ri deb qoldim. Ajoyib. Shvetsiyada o'qira Uyg'ur til deganni, ona tildek maqol tamsilini almashtirib so'zlaydigan shved qurollar vojibi. Sen haq texi eshitmini bilmaydi, bizning bunda anglamaydi, eshitimiz deb yursa, ataygan to'g'ri hamma chiqsa mishadiki. Ashta bo'ldi qarindoshlar. Mening bu narsalarni so'zliginim xatoma. Yoqmagan bo'lsa ko'manglar.
Onga hujum qilganlarni ochiq qilib, rasmlar bilan isbotlar bilan boradigan yerlarga berib, o'rin belgilash sistemlari orqali fuqib, endi u narsani men tortib, xalqning xizmat nimasini tortib to'rga chiqargan olmaydi. Men shu qo'rqmag'achqa, o'zimga ishonchim bo'lg'achqa, oldiga chiqib, bo'lmasa meni sotqa ber to'kmat qilgan bo'lsam deyman. Shu qarindoshlar yoki boshqalar bo'lsa, biz sotda ko'rsak bo'ldi. Bo'lmasa xatda uningga endi telefon qilib, Uyg'ur ma'rifatchilarni avara qilgan bo'lsang yoki yana bir sen o'zingning qo'l tashkiloting bor o'sha Uyg'ur komiteti Abdushukur Mamatiyman degan. Nima deb bosh tashkilotchilarning oldiga boramaysan? Buzib tashyapting tashkilotni, yana vayron qilib tashyapting. Po'q qilyapting. Aningdagi mashalchilarning orasida bir sheringning tekisini Vallimbeydan, yana bir sheringning misrasini Rinkibeydan topadigan telepatash narsani yozib yursa. Mushta narsalarni akademikning ichiga kirib olgani. Chiroyi qarab yiqinglar, manqurtlashtirib atgani bu Uyg'ur chiroyi yo'q. Chiqlaslar. Aqaysingning kasabchidan bo'ldi. Giping bo'lsa, soqchiga boramiz, bexatarlik idorasi boramiz. Seninki xotining ishlamay bir o'zing ishlab 20 ming so'm pul bilan 4-5 million uyog'ining hamma narsani tortib chiqishlikim men butun narsani bilmayman. Hamma yerdan xabar keldi menga. Men sendan qo'rqib qolgan luq emas. Sen luq, mening ismim Tug'luq bo'lgan bilan men senga luq emas deb qo'yaman. Tug' degan bayroq degan gap, luq degan sifatlash, bayroqdash degan gap. Men obdan bilib ol. Qarindoshlar, ko'matamsizlarmi Shvetsiyani oldirib bir men ingirovatima. Bo'pti, unda bo'lsa, Xudoyimga omonat chiqib haqqim yo'q endi.